O'ylab baxmabdikanman, Dujo bilan Yangyod pinto sayqis mında o'xshaydiganini. Ammo uydagilaringizga mında pinto sayqib bergan bo'lsangiz, maqtab turib yeb ketadi-jumu. Eti so'lim intayin oddiy 10 minutlam tayyor bo'ldi. Har kun mushunga o'xshash qulay yem yeyishib bo'lgan taomlarni ichishni kutyapman. Qo'llash yuzidan inkas rayning haqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'inglarga rahmat. Bunun ketarlik materiallar mayliqroq qo'y go'shti tayyorlab olamiz. Yangyod Dujoni videoda ko'rsatgan cho'nglikda to'g'rab olsanglar bo'ldi. Bunun ketarlik materiallar tövendikidek qozonga bek azmay qo'ymiz. Mayliqroq go'shtni videoda ko'rsatgandek sarg'aytib qo'rib, meni chiqarib olamiz. Endi nimishqa mayliq go'sht shiltimiz deyishinglar mumkin. Dujo Yangyod pintoziga go'shtning meyi singib kirib, ajoyib yeyishlik bek o'xshaydi. Go'shtning haqidan piyoz, zanjibil, samsaqlarni silib qo'raymiz. Achchiqroq yeyishni yaxshi ko'radiganlar menga o'xshash lapis sevasanglar bo'ldi. Uningdan dujoni silib birishga qo'rvatgandan cho'ng ustamning qurdoq tetitqisidan bir qo'sh qatrapni silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bor sizlarni shiltib sinab yiqqanlar ta'mi gap ketmaydi, ajoyib o'xshaydi. Uningdan pomidor azroq tuz silib qo'raymiz. Pomidor ezilgich qo'raymiz. Uningdan Yangyod pintozlarni silib saychilashqidek suv qo'yib 10 minut dumlab pishirib olamiz. Ko'rib mishay kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Mushunga o'xshash oil taomlardan 60 xil dars tayyorladim. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik murabba, bozorlik sovuq say darskimizni 60 xil darsni 10 qo'y bilan gunalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Qaranglar o'xshab ketganiga mayli nom bilan yang yoki momlar bilan yang ajoyib yeyishlik o'rganib oldingizmi?